Buni siz bilarmidingiz? Avtomobilingizdan 50% foydalanmayapsiz ekan. Bugungi mavzumiz avtomobillarda e-pedal haqida bo'ladi. Bitta bering kamerani bitta ko'rsatib qo'yay. Xuddi mana shunaqa, mana bu e-pedal degan funksiyasi bor ekan. Bundan qanday to'g'ri foydalanish va buni nima afzallik tomonlari bor sizlarga shu haqida to'liq ma'lumot beramiz. Qaysi avtomobillarda mana shu multimedia tizimidan buni nastroykadan soldavosalaring bo'ladi. Ayrim avtomobillarda bo'lsa, xuddi mana shunaqa joyda bo'ladi. Mana shuni bosib turasizlar. Mana bosib turganlaringda avtomobilda tablosida Eco Plus chiqib qoladi. Bu Eco Plus bu avtomobilda nima vazifa bajaradi? Sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Hozir bu avtomobilimiz o'zi e-pedalga o'tda keladi. Mana hozir drive ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb harakatlanib ko'ramiz ekan. Mana oldinga harakatlanyapmiz va gazni oyoq olishimiz bilan avtomobil sekinlashib to'xtaydi. Endi bu haqida sizga yana ham to'liq ma'lumot beraman. Bu e-pedal degani bunda gazli pedalda o'zida ham tormoz, ham gaz degan funksiya keladi. Bu shahar ichida harakatlangani qulay, bu birinchi o'rinda va ikkinchi o'rinda agar siz avtomobilingiz elektromobil bo'lsa, o'zini o'zi quvvatlash, ya'ni zaryadlash. O'zini o'zi zaryadlaydi va zaryadligingizni batareykani ancha uzoqroq masofa harakatlanishga olib keladi. Va uchinchisi bo'lgan bo'lsa, avtomobilingizni kalotka tormoz sistemalarida umri uzoqroq bo'ladi, sizga ko'proq xizmat qilib beradi. Va to'rtinchisi bo'lgan bo'lsa, avtomobilingizda harakatlanayotganingizda sizga qulaylik, har deb gaz tormoz qilib oyog'ingizni charchatib qo'ymaydi ekanlar. Endi bu shahar ichida harakatlangani yaxshi. Endi buni qachonki sizga mana shunaqa holat kelib qolsa, buni ishlatganingiz yaxshi. Chunki sababi buni passiyani ishlatib yurish ham to'g'ri kelmaydi ekanlar. Chunki sababi o'z avtomobilda Eco Plus, Eco, Norma, Sport rejimlar bor. Xudo xolasa, e-pedal haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berdim degan umiddaman. Mana harakatlanaman ko'ryapsiz. Harakatlanganimizda mana bitta ko'rsating kamerachi mana. Bitta gazni o'zida mana avtomobilni boshqaryapmiz. Mana gazni oyoqda oldik, avtomobil o'zi sirazi harakatdan to'xtayapti ekan. Bu degani shahar ichida yaxshi maza qilib haydashga qulaylik olib kelar ekan. Bizning sahifaga obuna bo'lsalaring, xuddi shunaqa ma'lumotlar haqida sizlarga to'liq informatsiya beramiz inshaalloh. Agar mana shu videomizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlarga har doim yaxshi kontaktlar qilishni umid qilaman. Joningiz sog' bo'lsin, har doim tabassum tark etmasin.